Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan o'sha Minecraft Challenge uz kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan bizni birinchi videomiz va 2026-yilni kirayotganiga atiga 1,5 soat qoldi. Buning uchun hammalaringizni tabriklayman. Yangi kirib kelayotgan yil bo'yicha bugun sizlar bilan Minecraftda nima qilamiz demoqchi bo'lsalaring, bitta ajoyib uy quramiz. Albatta video nomidan ham bilsalaring bo'ladi, previewsidan ham bilsalaring bo'ladi. Bo'lmasam hozir biz uy uchun kerakli jihozlarni olamiz. Sizlar mana ozgina montajdan keyin, tezlashtirilgan kadrdan keyin kerakli jihozlarni oldik. Endi uyni stenkasini qurib chiqamiz. To your heart pump out some you so nice, she's so perfect, blah blah blah. Oh how I wish you'll wake up one day, come to me, confess your love, let me stay, confess your love, Do'stlar, mana biz albatta yana qilib endi mana ikkinchi etajga yo'l quramiz. Se o mundo tenta me quebrar, eu renasço sempre que chorar. Do abismo eu sei retornar. Endi biz ikkinchi etajda ustunlarni qo'yib chiqamiz. Hop, biz tashqaridan zina qiladigan bo'lsak va tashqaridan ko'rinadigan bo'lsak, chiroyli ko'rinadi. Hozir burchak bo'lib qoldi-da, shuning uchun tashqaridan qilyapmiz, sal chiroyli bo'lsin deb. Endi biz sinarlarni va mana bulardagi ustunlar managani yopib chiqamiz. of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to your heart pump out some you so nice, she's so perfect, blah blah blah. Oh how Ko'p vaqtdan keyin mana shunday natijadan qildik. Orqasidan ko'rinmaydi. Mana oldini sal bezatdim. Endi atiga bitta tom qoldi. Do abismo eu sei retornar. Sou luz na noite, amiguinha. Mana bizda eshakdek uyimiz ham tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishi oldinidan, orqasidan, yonidan. Albatta previewda mana shu o'lcham qo'yib qo'yaman. Sizlar bemalol ko'rishinglar kerak. O'sha video yoqqan bo'lsa videoga birdan like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. 2026-yil bilan hammangizni tabriklayman. Xayr do'stlar.